Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugun 9-yanvar. Sizlar bilan men Xalq dardi kanali asoschisi ham bloger Adhamjon Yo'ldoshev bo'laman. Bugungi avvalo bizni Abror Muxtor Ali bilan qilgan muloqotimizni ko'rganlar va o'zini iliq fikrlarini bildirgan, izohda yozib qoldirganlarni barchasiga rahmat aytaman, tashakkurlar bo'lsin. Chunki men o'zim shu kommentariylarni bitta iloji boricha o'qib chiqishga, negativ bo'lsa ham o'qib chiqishga harakat qilaman. Chunki odam o'zi qilayotgan muloqotidan, o'zi gapirayotgan gaplarni chetdan qanday ta'sir qilayotgan, odamlar qanday tushunayotganligi to'g'risida buni xulosa qilib oladi. Agar endi bu yerda bizni maqsadimiz bitta bo'ldi. Maqsadimiz shu maktab direktorini tahqirlanganini domlani o'ziga tan oldirish edi. Ha, tahqirlandi dedi. Kimligini, kim tahqirladi bilmayman, lekin tahqirlangan holatda turibdi. Uni bilish ham nima qiyin emas, chunki ichki ishlar xodimlari uni ustidan yopingan narsalarni tortib olib, tahqirlash holatini yuzaga keltirib chiqardi. Endi Abror Muxtor Alini o'ziga buyog'i xohlasa aytganini qilib, endi borib tahqirlangan bo'lsangiz yoningizda turaman degan edi. Borib turish kerak. Chunki bu mard insonni ishi, o'zining gapiga javob berishi. Qolgani vijdoniga havola. Lekin mavzu bunda emas. Meni qayg'uga solayotgan va doim o'ylantirayotgan narsa umuman boshqa.